Qilish uchun kelgansiz, qilmayapsiz. Assalomu alaykum, opa go'zal. O'zingizni mana auditoriyam bilan tanishtirsangiz, nima bilan shug'ullanasiz, qanaqa spetsialistsiz? Xo'p, men Go'zal Akmalovna integrativ ginekologiya bo'yicha diplom va sertifikat litsenziyaga ega intim trener, coach mutaxassisman. Opa go'zal, intim coach bu kim va qanaqa ayollarga bu kerak? Bu mashqlar to'plami, intim mashqlar to'plami asosan ayollarda, har 3 ta ayolning ikkitasida uchraydigan siydik tutolmaslik, tug'ruqdan keyin tiklanish, bachadon tushishining 1-2 darajasi va qin bemorlarining 1-2 darajasini tabiiy ravishda ko'tarib beradi. Bu jarayon qancha vaqtni oladi? Naprimер, men masalan o'zim kelib qatnashmoqchi bo'lsam, qancha vaqt qatnashishim kerak? 1 oy mobaynida biz bilan mashg'ulotlarda shug'ullanishadi. 4 oy mobaynida Telegram kanalida dostуп bo'ladi. Bu har bitta organizmni o'ziga bog'liq. Ya'ni kimgadir 1 oyda ta'sir qilsa, kimgadir 2 oyda, xuddi shunaqa narsa. Ma'lumotingiz uchun katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Shunaqa trener narsalar bizda ham bor. Endi shuncha joyga keldim. Mana obunachilarim uchun bonus qilib bermaysizmi? Albatta. Shu oyning oxirigacha diagnostika va konsultatsiyalarimiz mutlaqo bepul. Bu bilan ayollarimiz o'zlarining holatlarini aniq bilib olishadi. Katta rahmat bonus uchun. Endi sizni mijozlaringizdan ozgina odziv olsak, nima deysiz? Intim gimnastikani har bitta ayol uchun tavsiya qilaman. O'zini sevish uchun, o'zi bilan nimagadir erishish uchun yoki o'zini o'zgartirish uchun bu juda ham zarur. Menda 3-farzandimdan keyin noqulayliklar tug'ildi. Havo chiqish boshlandi jinsiy aloqa vaqtida. Vrachimga uchrashib, plastik operatsiya qildirmoqchi edim. Tasodifan Go'zal opani uchratib qolganimda oldilariga kelib, intim gimnastikaga qatnashib, 3-darsdan juda yaxshi natija olyapman. Hech qanday havo chiqishlari har qanaqasiga yo'q qoldi. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Sizlarga ham shunaqa muntazam ravishda mashqlarga kelishni, o'zlaringiz ustlaringizda ishlashni maslahat beraman. Endi esa manzil Buxoro shahar Saxilni bolnitsani poliklinikasining ro'parasida. Yandex bilan kelishni tochniy adresi esa ekranda. Hammalaringizni intim trenerda kutib qolamiz.